Biz yodlamaymiz, biz tushunamiz. Tasavvur qiling, odamlar bo'yiga qarab navbatga turishlari kerak. Eng pastdan eng balandga qarab. Yangi odam keldi. U qayerga turishi kerak? Keling buni kuzatamiz. Bu yer sen uchun emas. O'g'il bola bo'la turib bo'yingni qara. Qani orqamga o'tchi? Toshmat, o'zingni bilib orqaga o'tasanmi yo o'tkazib qo'yaymi? Bu mani joyim. Endi hamma o'z o'rnida turibdi. Siz hozir ko'rgan jarayon joylab saralash algoritmining mantig'i hisoblanadi. Keling endi bu algoritmni sonlar massivida ko'ramiz. Bizda tartibsiz sonlar massivi bor. Joylab saralash massivini chap tomondan boshlab, har bir elementni o'ziga mos joyga qo'yib chiqadi. Ko'rib turganingizdek, har bir element agar o'zidan oldingi element kichik bo'lsa, joy almashadi. Endi buni kodiga qarab tushunamiz. Bu standart almashtirish asosida implementatsiya. I ko'rsatkichi joriy elementni belgilaydi. J esa orqaga qarab harakatlanadi. Har bir qadamda agar J indeksdagi element o'zidan oldingisidan kichik bo'lsa, ular o'rnlarini almashtiradi. Videoni pauza qilib, kodni qanday ishlashini kuzatishingiz mumkin. Massiv saralandi. Endi xuddi shu algoritmni siljitish asosida yozib ko'ramiz. Ochig'ini aytsam, bu mening eng sevimli yondashuvim. Bu yerda joriy element vaqtincha saqlanadi. Buni key deb olamiz. J ko'rsatkichi orqaga qarab boradi va keydan kattaroq har bir elementni bir qadam o'ngga suradi. Almashtirmaydi, faqat siljitadi. Bu yerda key go'yo o'zini o'rnini kutib turgandek. Almashtirish usulida har bir qadamda vaqtinchalik o'zgaruvchiga qiymat yoziladi va ikkita ko'chirish amali bajariladi. Siljitish usulida esa faqat bitta ko'chirish xolos. Bu juda ham samarali. Endi joylab saralashni 3 xil holatda tahlil qilamiz. 3 xil boshlang'ich massiv berilgan: saralangan, tasodifiy va teskari saralangan. Eng yaxshi holatda, ya'ni massiv allaqachon saralangan bo'lsa, har bir elementning ichki while sikli bir marta ham ishlamaydi. Algoritm shunchaki massiv bo'ylab bir marta yurib chiqadi xolos. Bu ON. Eng yomon holatda, ya'ni massiv teskari tartibda bo'lganda, har bir element o'zidan oldingi barcha elementlar bilan taqqoslanadi va siljitiladi. Bu ON kvadrat. Mana bu farqni grafikda ko'rishingiz mumkin. Eng yaxshi holat to'g'ri chiziq. Elementlar soni ortishi bilan vaqt ham bir xil tezlikda ortadi. Eng yomon holat esa parabola. Elementlar soni 2 marta oshsa, vaqt 4 marta oshadi. O'rtacha holat shu ikki chegaraning o'rtasida joylashadi. Yuzlab yoki minglab elementli massivlar uchun farq sezilmaydi. Lekin million elementli teskari saralangan massiv uchun ushbu algoritm bir necha soat ishlashi mumkin. Shu sababli katta ma'lumotlar uchun bu algoritm optimal emas. Bonus sifatida joylab saralash algoritmini oldingi videoda ko'rgan tanlab saralash algoritmimiz bilan 3 xil holatda solishtiramiz. Eng yaxshi holatda joylab saralash bir zumda tugadi. Tanlab saralash bunga e'tibor bermaydi. U har doim har bir qadamda qolgan qismning eng kichik elementini qidirib topadi. O'rtacha holatda elementlar qisman tartibda bo'lgani uchun joylab saralash kamroq amal bajaradi.
Joylab saralash eng yomon holati tanlab saralashning eng yaxshi holatiga teng. Ajoyib. Tanlab saralashning bir afzalligi bor. U eng kam miqdorda almashtirish amalini bajaradi, atigi n marta. Shuning uchun, agar yozish qiyin va qimmat bo'lsa, masalan, fleshka xotirasiga yozishda, tanlab saralash qo'l kelishi mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.